Unda daraxt o'smaydi. U o'sdi, faqat sariq chiqib qoldi, biz faqat nim qilib oldik? Hech qanday muvaffaqiyat qozongan odam xalq uchun tirishgan emas, tushundingmi? U faqat yaramli daraxt bo'laman dedi, daraxtning sariq tushdi. Bir qonuniyat bor, qushning shu, to'qinning shu, ayiqning shu, odamning shu, o'simlikning shu, toshning shu, har qanday narsa bir qonunda o'sib yetilishlar. Shu odamsizga. Nim qonuniyat borki, o'sib yetilish. Buning uchun juğum o'zgirdi inson. Nim qildi ekan? Qasroq tashlash insondan boshqa hamma hayvonlar bor. Biroq biz insonlar qasroq tashlashdan shundan nim qildi ekanmiz, qo'rqamiz. Bizdagi qasroq tashlash degan nimasi o'zgarish. Shuni aytamiz ekan, o'zgarish. Ruh bir narsani izlaydi. Nimani izlaydi bo'lsa, o'sib yetilishni. Siz buni qanday yetilsan degan vaqt har bir qitim bir qiyinchilik yo'qganda, xuddi nur yurgandek o'zingizning bir ruh ekanligini nim qila olar ekansizlar, his qila olasizlar. Biz eng xato bir narsa yashayapmiz. Nimasi? Biz qiyinchilikdan qichib yashayapmiz. Amniyat biz nim qilib yashashimiz kerak ekan, qiyinchilik degan pek muhim narsa. Qancha ilgirligi odamning qiyinchilik shunchalik bo'ldi ekan, cho'maydi. Mangu cho'maydigan. Bilib ya? Michelangelo. Bilasiz Michelangelo? Haykaltarash. Buni Davud deydigan bir asr bor. Bunda o'tirgan. Kuch. Davud alayhissalom uyab chiqqan. U yomon nafs asar. So'de, ey Michelangelo. Sen mushunda nafs asarni qandoqmi yasab chiqqansa deb hayron qolsa dedi. Men yasab chiqmadim. Men bir kuni tosh bozorga bordim. Tosh bozorda yo'g'on bir toshni ko'rdim. Toshning ichida Davudni ko'rdim. Men Davud emas qismini uyab elib etgandim. Davud chiqdi. Shuni aytamsan ya. Menmi o'xshashsa, ismonim qo'pa. Ismonim. O'tirasan, men Lushan qilib tutib olgansan. Sen tur. Ismonim? Odiljon. Odiljonning ko'z qarashi Odiljon bilan mening kurayotgan Odiljon o'xshamaydi. Men bir toshni ko'rdim mana. Toshning ichida Odiljonning ko'rdim. Tushunammi? Men Odiljon emas qismini elib etsam-la, Odiljon paydo bo'ldi. Shu aytamsan ya. Bu Odiljon, bu ma'lumotdan Odiljon emas ko'psa. Men kurayotgan Odiljon deganman, kuratimchiman, rintigingda kurayotimchiman. Ajoyib bir Odiljon. Ammo sen kurayotgan Odiljon bir tosh. Shu toshning ichidagi emas qismini elib etsak, nim qismimiz qoldi ekan? Biz mushuncha yashaymiz. Mikrofon qayda? Men mikrofon zavoddan chiqqanda, yo'q, to'limi pokiz, to'limi yaxshi edi. Yalasin bultuni. Hozirchi? Hozir mendek odamni tuli so'zlab, tuli tugurib buni. Stop. Buni hozir mikrofon emas qismi paydo bo'lib qoldi. Shu buvoqni biz suyimiz. Tushunammi? Har qanday bir buvoq odamni shundoq bir odamning suyib ishlavs keldi. Sen suyamdi birsen. Nimişqa? Baba mikrofon pakismasmi? Odam cho'ngboq cherganda sen umi gap qilib, bumi gap qilib, ota-onam gap qilib, bunlarni tugurib, sening ishsiz bir qisming nimaga aylanib qoldi bo'lsa, xuddi sunukingni bostirib qo'ygan deb turadi. Tushundingmi? Yana qanday bir qog'oz bor-ku. Qog'ozni mushini elib etmasak bo'lmaydi. Dal sening emas qisming yoki Michelangelo degan Davud emas qismi nima desa, ümidsizlik. Tushunalimi? Ikkilnish, tushkunlik bu insonda bo'lgan narsa emasmi? Bu dal insonning qo'g'landi bo'lgan qismi. Shunga qo'g'landi degan gapni arabcha shayton deydi. Tushunalmi? Chavak